Dugonajon, bilasan, men hamshiraman, lekin ishsizlikdan rosa qiynaldim. Har kuni ishga qatnab ishlay olmayman. Oilamga ham vaqt ajratishim kerak. Nega menga oldinroq aytmading? Men seni Shohsanam opa bilan tanishtiraman. U hozirgi kunda 500 dan oshiq ayollarni yaxshi daromadli ish bilan ta'minlayapti. Qanaqa ish? Bu Huayang kompaniyasi. Huayang kompaniyasida Jingda 18 apparati bilan ishlashni o'rganish mumkin. Eng yaxshi tomoni bu ishni o'z faoliyatingga aylantirib, shaxsiy salomatlik markazingni ochish imkoniyati bor. Lekin men bu apparatni bilmayman-ku. Qanday ishlashni, qayerdan o'rganaman? Hammasini o'rgatishadi. O'qitish va o'rgatish bepul. Ishni boshlashdan oldin kerakli bilim va ko'nikmalarni o'rganib olasan. Demak, har kuni boshqa joyga ishga borib kelishim shart emasmi? Asosiysi, o'zing uchun qulay formatda ishlash imkoniyati bor. Bu orqali daromad topish imkoniyating ham bo'ladi. Voy, bu menga juda mos ish ekan-ku. Men ham o'rganib, shu yo'nalishda ishlashni xohlayman. Unda imkoniyatni qo'ldan boy berma. Hoziroq Shohsanam opaga murojaat qil. Agar sizga ham qiziq bo'lsa, ekrandagi raqam orqali to'liq ma'lumot oling.